Ismoiliyya degan tariqatlari botiniy fikrlarni targ'ib qilayotgan davr. Hashoshiylar, hash deyiladi, ular narkomanlar. Asasin. Hozirgi kunda kinolar asasin deydi, alamut deydi, alamut emas, al-maut. Qal'alari bo'lgan, o'lim qal'asi degan. O'sha joyi egallab olgan Hasan Sabboh ularning boshlig'i o'zini ergashuvchilariga kuchli narkoz beradi, narkota beradi. Uxlab qolgandan keyin uni bir joyga olib borishib, g'orga chiroyli qizlarni qo'yib qo'yib, suvlarni oqizib qo'yib, bulbullarni sayratib qo'yib, o'ziga kelganda bir yarim kun yashattiradi shunda. Keyin yana narkozni berishadi, yana qaytadan olib kelib nargi joyda uyg'otishadi. Hasan Sabboh aytadiki, jannatni ko'rdingmi deydi. Ko'rdim jannat. Menga ergashsang o'sha yerga tushasan deydi. Bo'ldi, odamlar zombiylashib, mana shu botiniy tariqatda ketgan. Qanaqa isloq qilib bo'ladi bularni? Davlat kuchi yetmayapti. Nizomi mulk bir ikki marta harakat qilgan Hasan Sabbohni yo'qotishlikka. Lekin yotog'idan xanjar topgandan keyin to'xtagan. Xavfli degan. Butun dunyo josuslik faoliyatlarini dodasi bo'ladi Hasan Sabboh. Va o'ylaganki, bu yo'l bilan iloji yo'q. Nima qilish kerak? Odamlarni fikriy tozalash kerak. O'shaning uchun madrasalar qurgan, nizomiyya madrasalarini asoschisi Nizomiy mulk. Va madrasalarga mutaxassislarni tayinlash kerak va izlanib gap ko'rishib Imom G'azoliy bilan ko'rishganda qoyil qolgan uni salohiyatiga va bosh mudarris qilib Nizomiy madrasalariga Imom G'azoliyni tayinlaydi.